Yani buni formirovkasida va ildizda to'g'ri sug'orish olib borish. Endi birinchi masala. Hammasidan ko'ra suvni to'g'ri berish hisoblanadi hozirgi kunda. Birinchi uni formirovkaga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganlar bu yuqa po'choq bolgarskisi, ya'ni bunda formirovka qanday qilinadi? Har bir bo'g'imda mana bo'g'imda bitta gul va bitta shox chiqaradi. Mana shoxdan 1, 2, 3 tagacha bo'g'imgacha meva olsa bo'ladi. Ya'ni bu nima uchun? Yuqa po'choq bu bolgarskiy 60 grammligidan to 80 grammgacha bo'lgan uzilgan hisobiga, mayda bo'lgan hisobiga shoxni uchidagi dan hosil olganda ham bu demak bu deformatsiyani yo'qotmaydi, mayda bo'lib qolmaydi. O'zi maydasi bozorda yaxshi o'tadi. Shuning uchun ko'proq yon shoxdan olsa ham bo'ladi. Endi qizil va sariq bolgarskimizda bu holat qo'llab bo'lmaydi. Ya'ni nima uchun? Qizil bolgarskida e'tiborli tarafi asosiy shoxdan chiqqan gul, mana asosdan chiqqan mana. Mana shu birinchi sort bo'ladi. Yon shoxdan chiqqan ikkinchi bo'g'im, ya'ni mana shu yerda. Bu ikkinchi sort bo'ladi. Birinchi sortga bormaydi. Ya'ni maydaroq bo'ladi. Uchinchi bo'g'imdan chiqadigani bu 3 tur o'tib ketadi. Shuning uchun nima qilish kerak? Uni formirovkasida mana bitta o'zi chiqadi. Ikkinchi bo'g'imdan ham mana ikkinchi bo'g'imdan gul qoldirdik. Uchinchi bo'g'imni olib tashladi mana bunday qilib. Bu qizil va sariq bolgarsklarda. Vedranada esa 3-bo'g'imdan ham, даже 4-bo'g'imdan olsa bo'ladi. Ya'ni erta uzilgan hisobiga. Bir formirovkasi xuddi shunday.